Demek assalomu alaykum. İkinci modulumuzga ham yetib keldik, boshladik. Quyida rasmda berilgan vektorlar natijasining kattaligi qancha birlikka teng bo'ladi deyapti. Demak, bu yerda 1 degan turkchasiga, o'zbekchaga 1. Xo'p, demak, 3 ta vektorni ko'rib turibmiz. A, B va C vektorlar. Bunda A vektor bilan B vektor bitta yo'nalishga tushyapti, ko'ryapsizlar. Shuning uchun bularning A plus B vektorining yig'indisi bu tomonga 9 bo'ladi. 3 bilan 6 ni qo'shib yuboryapman. Mana bu C vektor esa aksincha o'ng tomonga, chap tomonga bo'ladi, 4 bo'ladi. Ayiradigan bo'lsak, shu holat yoki qo'shadigan bo'lsak, bularni umumiysini topish, bir-biridan ayrilib 5 chiqaradi. Demak, javobimiz A. 9 minus 4. Tushundiringlar ustozlar. Keyingisiga o'tyapmiz. Quyida rasmda berilgan vektorlar natijasining kattaligi qancha? Xo'p, natijaviy vektorni aniqlash uchun bu yerda natijaviy vektor ularning hozirgi holatida ko'radigan bo'lsak, Pifagor qo'yaverasizlar, chunki ikkovi ham 90 gradusda. Ya'ni A vektorini kvadratiga plus B vektorini kvadratini ildizosiga qo'yib hisoblash kerak bo'ladi. Teng A vektorimiz 5 ning kvadrati plus B vektorimiz ham 5 ning kvadrati. Teng bulardan 5 50 bo'ladi. 5 ildizosida 2 degan natija chiqib keladi va B javobimizga to'g'ri keladi. Keyingisiga o'tyapmiz. 3-savolimiz. Quyida rasmda berilgan vektorlarning natijasini aniqlab bering deyapti ekan. Demak, ikkita vektorning natijavisi geometrik usulda topiladi, eslanglar, chiqarmanglar ustozlar. Ya'ni bu natijaviy vektorlarda ikkita vektor turgan bo'lsa, masalan, xo'p, K vektor bilan L vektorning natijavisi mana bunday. K vektorining kvadrati plus L vektorining kvadrati plus ikkita K kara L kosinus alfa. Bularda ularning orasi mana bu alfaga mana bu turib beradi. Shunday qilib natijaviy vektor chiqaramiz. Endi natijaviy deb olsak bo'ladi. Buni kuchlarga o'xshatsak bo'ladi-da. Ana endi shu teng bo'ladi. Teng ildizosida 8 ning kvadrati bu 8 64 bo'ladi plus yana 8 ning kvadrati yana 64 plus 2 ko'paytirib 8 kara 8 ko'paytirib kosinus 60 gradusda ustida 1/2 oladi. Hisoblash qolyapti. Teng ildizosida 160 128 mana bu bilan mana bu qisqarsa 63 ta 64 qolar ekan. 3 kara 64. Ya'ni bitta 64, ikkita 64, 3 ta 64. Bundan ildizoladigan bo'lsak 64 dan 8 chiqib oladi, ildizosida 3 qolib ketadi. 8 ildizosida 3. D javobimizda tayyor. Keyingisi ham aynan shu usulda qo'llaniladi, faqatgina burchak biroz boshqacharoq qiymatda ko'riladi. Ya'ni natijaviy vektorni aniqlash uchun biz bu yerda natijasini top deyapti. Natijaviy vektorni xohlagan harf bilan belgilashingiz mumkin. Bunda bular vektor xolos. Demak, ildizosida mana bu vektorning kvadrati, K vektorining kvadrati, 10 ning kvadrati plus L vektor, uning ham kvadrati, yana 10 da bu ham. Plus 2 ta 10 kara 10. Kosinuslar teoremasini plusligida kosinus 120. Mana shuni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Demak, natijaviyni aniqlash ildizosida 10 ning kvadrati 100, yana bitta 10 ning kvadrati yana 100 plus ustozlar, mana shu joyicha muammoli bo'ladi. Kosinus 120 gradusda minus 1/2 bo'ladi. Ya'ni 2 ko'paytirilgan 100 ko'paytirilgan minus 1/2. Mana shu joyda 2 bilan 2 qisqarsa mana bu yer minus bo'ladi. Mana buni minus qilib qo'yganligi uchun bunda teng ildizosida 100 plus 100 minus 100 paydo bo'ladi. Va bundan bu bilan bu qisqarib 10 degan javob chiqadi. C javobimizda tayyor. Keyingi masalaga o'tdik. Quyidagi rasmda berilgan vektorlar natijasining kattaligi necha newtonga teng deyapti. Xo'p, necha n-ga teng? Ko'rishlar mumkin. Mana bu 6 bilan 10, o'sha 10 va 6 qarama-qarshi turibdi. Bu degani natijaviy chap bu tomonga necha? 4 paydo bo'ladi. 10 dan 6 ni ayirib yubordim. Tepaga qarab kim bor? 3 newton bor. Demak, ularning natijavisi ularning Pifagor usulida topilganda 3 va 4 Pifagor sonlari bo'lib, ularning gipotenuzasi 5 bo'ladi. Tushundilarmi? Nima qilgan? Pifagor soniga qo'yib yuboradi. Hop, 6-savol. Quyidagi rasmda berilgan vektorlar natijasining kattaligi qancha newtonga teng, qancha n-ga teng chiqadi deyapti. Bu yerda bitta qiziq ishimiz bo'ladi. Buni proyeksion holatda almashtirish kerak. Burchakka ochish kerak. Qaranglar, mana bu yer 2 ildizos uchimiz mana bu tomonga proyeksiyasi bitta, mana bunday proyeksiyasi, mana bu tomonga proyeksiyasi mavjud bo'ladi.
Endi biz buning proyeksiyalarini yozadigan bo'lsak, bu tomonga 2 ilzosida 3 kosinus 30. Tushundingizmi? Bu tomonga 2 ilzosida 3 sinus 30. Xuddi shu holatda proyeksiyaga ajrab ketadi bu. Ya'ni burchakka yopishib turgan kateter kosinus bilan unda qana yoziladi? 2 ilzosida 3 kosinus 30 necha chiqadi? Teng 2 ilzosida 3 kosinus 30 ildizda 3 taqsim 2. 2 bilan 2 qisqarsa bulardan natija 3. Tushundiga? Bulardan natija 3 chiqadi. Endi mana buni qiymatini hisoblab ko'raylikchi. 2 ilzosida 3 sinus 30 da 1 taqsim 2. 2 bilan 2 qisqarganda ilzosida 3 degan javob chiqadi. Demak bizda xulosa mana bu narsalarni o'chirib, buni o'rniga 3 qo'ysa bo'ladi ekan, buni o'rniga ilzosida 3 qo'ysa bo'ladi ekan. Tushundingizmi? Hisoblab topganimda. Endi xulosa paydo bo'ladi. Mana bu proyeksiya, endi shu kuch yo'q o'zi, u proyeksiyaga parchalandi. Mana bu 6 bilan mana bu 3 newton bir-birini yeyishganda qarama-qarshi turganligi uchun bu tomonga 4 newton paydo bo'ladi. To'g'rimi? 4 newton. Yo'q, 3 newton kechirasizlar. 6 dan 3 ni ayirsa 3 paydo bo'ladi. Yuqoriga esa mana bu 2 ilzosida 3 ga mana buni qo'shsalang tepaga qarab 3 ilzosida 3 paydo bo'ladi. Va ularning natijaviysi F natijaviy chiqib beradi. Iltizosida 3 ning kvadrati plus 3 iltizosida 3 ning kvadrati bo'ladi. Va bundan iltizosida 9 plus 9 kara 3. Mana buni kvadratda 36 va 6 degan javobni qabul qilishga to'g'ri keladi. Chunki u 27 bo'ladi. 9 ni qo'shsak 36, undan ildiz 6 mana S javobimizda turibdi. Keyingi savolimizga keldik. 7-masala. Quyidagi rasmda berilgan vektorlar natijasini kattaligi qancha newtonga teng bo'ladi deyapti-da. Tushundik-a? Xo'p, ana endi bizni qiladigan ishimiz mana bu 4 newtonni proyeksiyaga ochish bo'ladi. O'shanda mana bular bilan mos holatda tushib beradi. Ya'ni 4 newtonni proyeksiyaga ochsak, bu tomonga qaragan 4 kosinus 60, bu tomonga qaragan 4 kosinus sinus 60. Mana bu burchak bilan ishlayapman men. Bu 30 bilan qaramayapman. Tushundilarmi? Xuddi shunday qilib fikrlashni boshladim. Demak, 4 kosinus 60 nechini beradi? Hop, alfa deb qo'yibman. 60 bo'lib olsin shu. Bu 4 kosinus 60 da 1 taqsim 2 teng 2. 4 sinus 60. 4 ko'paytirib sinus 60 da bizda 3 taqsim 2. Demak bu 2 ilzosida 3 bo'ladi. Tushundik-a? Demak bizda mana buni o'rniga 2 ilzosida 3 qo'ysa bo'lar ekan. Shuni keldi o'chiring, mana shu joyini bunday o'chirsak 2 ilzosida 3 tepaga. Mana bu 4 kosinus alfani o'chirsak bu 2. Bizda natija paydo bo'lyapti. Yuqoriga qaragan mana bu bilan mana buni qo'shsalang 6 ilzosida 3 paydo bo'ladi. Mana bu tomonga 2 bilan 4 ni qo'shsalang 4 plus 2 6. Mana shu holat. Endi natijaviy yana Pifagor usuliga qo'llaniladi. Iltizosida xo'p 6 ni kvadrati plus 6 iltizosida 3 ni kvadrati teng Xo'p, iltizosida 36 plus 36 kara 3. Bu iltizosida 144 ni beradi. Chunki mana 108 bo'ladi, 36 va undan necha 12 degan javobni olamiz. D javobimizda tayyor turibdi. Xo'p, keyingisi bu juda ham oson. Katakli vektorlar anchagina sodda hisoblanadi ustozlar. Hushyor bo'lasizlar bularga. 8-savol. Quyidagi tekstlikda berilgan rasmdagi vektorlar natijasining kattaligi qancha? Bo'limlarning har biri bir xil masofada joylashgan. Bu bir-birlikka teng deb qabul qilgin deyapti. Buni ishlashda zo'r usuli bor. Mana bunday qilib x, mana bunday qilib y chizib olasizlar. Eng oson usuli. Mana A vektorini ustozlar A vektordan boshlayapman. Bu tomonga qaragan 1 bor. Bu tomonga qaragan 3 bor. 3 ta katakda yotibdi. Yo'nalish ham to'g'ri kelish kerak. B vektoringizni bu tomonga qaragan 1 bor. Bir katakka, bu tomonga qaragan nechtasi bor? 2 tasi bor. Va S vektorining bittagina o'zi bir pastga qarayapti. Natijaviylarni topish kerak. Ustozlar, yuqoriga jami necha newton ko'rsatyapti? Mana bu 1 bilan mana bu 3. 4 nuqta tanlab olaman. Va chap tomonga ko'rishlar mumkin. Chap tomonga faqat 2 bor mana bu narsa. Bu tomonga qarab 2. O'ng tomonga esa bitta mana bu bor.
1 bor. Mana 1. Mana bu 2 ni o'ng tomonga oldim. Xo'p, endi pastga yana 1 bor. Mana 1. Endi natijaviy topish kerak. Bunda mana bu tomonga qarab 1 paydo bo'ladi. Mana bu 2 bilan bir-birini yegandan keyin tepaga qarab esa 3 paydo bo'ladi. Xo'p, bularning natijaviysi ilzosida 1 ni kvadrati plus 3 ni kvadrati bo'ladi. Xo'p, 9 u 1, 10 ilzosida 10 bo'lar ekan. Y javobda turibdi. Tushundik-a, ustozlar? Mana shunday tahlil qilamiz. Keyingi masalaga o'tdik. Birinchi rasmdagi natijaviy vektor ikkinchi rasmdagi qaysi chiziqqa mos tushadi deyapti. Ya'ni mana shu joydagi natijaviy qaysi chiziqqa mos tushadi. Buni aniqlash uchun yana o'sha ishni takrorlaymiz. Mana bu yerda x, bu yerda y kattalashtirib olamiz. Xo'p, ustozlar, A vektorining nimalari bor? A vektorining ko'rishlari mumkin, bu yoqqa ikkisi bor. A vektorining yuqoriga esa nimasi bor? 1 bor. B vektorining ham bu tomonga ikkisi bor. Pastga qarab esa 1 bor. A vektorini o'ngga va tepaga, B vektorini o'ngga va pastga. Endi S vektor. S vektorining yuqoriga ikkisi bor. Bu tomonga esa 1 bor. Va mana shu vektorlarni pastda chizib olsak, bittasiga o'xshab qoladi, qaranglar. Masalan, nuqta tanlab olaman. Nuqtadan yuqoriga necha newton? 3. 3 ketak. Pastga 1 ketak. Mana u bilan mana u 3 bo'ladi. Mana u 1 pastga bo'lyapti. Endi ustozlar, o'ng tomonga necha ketak? Mana bu ikkalasi bo'lsa 4 bo'ladi. Chap tomonga esa 1 ketak. Tushundilarmi? Demak, xulosa chiqaramiz. Xo'p, bir-birini yeydi bular. Yeganda qanday holatda yeyishadi? Tepaga qaragan 2 ketak, bu tomonga qaragan necha ketak? 3 ketakli narsa qoladi. Ya'ni ko'rishlar mumkin, natijaviysi mana bunday bo'lib, ularning orasida nima qiladi? Chiqib beradi. Bunga o'xshash mana ko'rishlar mumkin. Mana bu chiziq to'g'ri keladi xolos. Ya'ni 3 ketak mana. Tepaga qaraganchi 2 ketak. Faqat shu javob bo'la oladi. Javobimiz 2. Bu javobda turibdi. Keyingisiga ham yetib keldik. Xo'p, keyingi masalamiz. Quyida A, K minus L plus 2M vektorining x, y o'qlaridagi pressiyalari nisbatini aniqlang deyapti. Ya'ni mana shu vektorni, ya'ni A vektor, bu vektorlarning mana shunday natijasi, shularning natijasi qanaqa topiladi? K dan L ni ayir, 2M ni qo'sh deyapti. Ustozlar, K dan L ni ayir degani, masalan, mana bu K, ko'ryapsizlar, L oldi minusmi? L ni oldi minus bo'lsa, ustozlar, shu holatidan simmetrik holatda mana bunday bo'lib qoladi. Minus L degani bu. Endi bu o'chdi. Tushundilarmi ustozlar? Endi uchalasini qo'shib yuborasiz, qanday bo'ladi? O'rganamiz. Ya'ni bizda xo'p, ko'radigan bo'lsak, natijaviy chiqarishda bunday qo'shaligi o'zimiz o'qqa qo'yib olamiz. K ni tepaga 1 bor, L ni ham tepaga 1 bor. Ya'ni biz A vektorini topish uchun K plus minus L plus 2M. Tushunyapsizlarmi ustozlar? Tushunmayapsizlarmi? Mana shunday fikrlashga to'g'ri keladi-da. Hamma vektorlarni mana shunday qilib qo'shish kerak. Endi K vektorini tepaga 1 bor, L vektorini ham tepaga 1 bor. Endi L vektorini mana bu tomonga nechisi bor? 2si bor. Tushundilar? Endi ustozlar, M vektorini bor, 2 marta qiladigan. Pastga qarab nechtasi bo'ladi? Bunday bo'lib ketadi. 4 tasi bo'ladi. Bu tomonga qarab ham endi chiqmayapti ustozlar. Bu tomonga qarab ham 4 tasi bo'ladi. Chunki o'zi hozir 2 ta katakdan turibdi-yu mana bu yerda. Lekin 2m qo'yganligimiz uchun shu uzunlikni 2 martadan oshirish kerak. Ana endi bizda umumiy hisob-kitob qilish qolyapti. Ustozlar, tepaga necha vektor ko'ryapsizlar? Mana bu ikkovini ko'rishlar kerak. Tepaga 2. Xo'p, endi chap tomongachi. Mana bu va mana bu. Hop, 6. Tushundik-a? Endi pastgachi. Pastga mana bu 2, mana bu 2. Ya jami necha bo'lyapti? 4 bo'lyapti mana. Pastga 4. Xo'sh, endi bularni hisoblash qolyapti ustozlar. Hisoblashda
Mana bu tomonga 6, mana bu tomonga necha? 2 qolyapti. Endi uni proyeksiyalarini topgin deyapti. O'qlardagi proyeksiyalar nisbatini aniqlang. Endi proyeksiyalarni top demoqchi menimcha. Demak, ko'rishingiz mumkin. X proyeksiyasi -6 olish kerak, chunki orqaga qaraganligi uchun ustozlar bu -6 ni beradi. Agar u bu yoqqa qaraganda +6 bo'lardi. Y proyeksiyasi esa -2. Tushunyapsizlarmi? Chunki y tepaga qaraganda +2 olinadi, y pastga qaraganligi uchun -2 olinyapti. Demak, bizda javob B da -6 yu -2. Tushundinglarmi? Mana shunday qilib masala ishlash kerak. Bu uni proyeksiyalari bo'ladi. Xo'p, quyidagi rasmda 3 ta vektorlar tasvirlangan bo'lib, F1, F2, F3. Bu vektorlarga shunday bir F4 vektor qo'shilganda natijaviy vektor 0 ga teng bo'lib qolyapti. Savol: quyidagi berilgan javoblardan qaysi biri F4 vektorini proyeksiyalari bo'la oladi deyapti. Avvalambor bu tizim nega 0 bu F4 ni bu 0 bo'lishi uchun avvalambor mana shu tizimda chizmadagi natijaviy kuchni topaylik, shu yerdagini. F4 ni qo'ymagan holatda. Demak, tepaga necha? F1 niki 2, o'ng tomonga ham, chap tomonga yana 2. Mana bu F3 niki. Bu ham, buniki ham bor. Bu tomonga 2. Bu tomonga esa 1 bor. Tushunyapsiz va F2 ning o'rniga 3 qo'yamiz. O'zi bo'ldi. Demak, kuchlarni hisoblash boshlanyapti. Tepaga necha? Tepaga 2. Hop, pastga 1. Mana tepaga 2, mana pastga 1. Hop, o'ng tomonga 4. Chap tomonga mana bu 2. Va bu tomonga aksincha 3. Hisoblaylik. Hop. Bu yoqqa 1, tepaga ham 1. Shunaqa qolyaptimi? Chunki 4 dan 3 ta ayryapman, 2 dan 1 da ayryapman. Demak, bizning javoblarimiz, hop, ustozlar, x proyeksiyasi -1 bo'lishi kerak. Teskari qarayapti. Y proyeksiyasi 1 bo'lishi kerak. Tepaga qarayapti. -1 u 1. Mana ustozlar bitta narsani tushuntirib o'tay. X, Y koordinatasi bo'lsa, mana bu tomonga qaragan +x deyiladi. Mana bu tomonga qaragan -x deyiladi. Bu tomonga qaragan +y deyiladi. Bu tomonga qaragan -y deyiladi. Shundan ham asoslab ketyapman. Mana bunisi -x +y. Javob B. Xo'p. 12-savol. Qiymatlari 5 newton va 9 newton bo'lgan vektorlarni minimal natijasi R minimal, maksimal natijasi R maksimal. Shunga ko'ra nisbat necha bo'ladi shu R minimalda R maksimalga nisbati? Xo'p, ustozlar, 5 va 9 newtonning minimal qiymati bular qarama-qarshi bo'lganda bo'ladi. Ya'ni R minimal bir-biriga teskari turganda 9 dan ayirish kerak bo'ladi 5 ni. Bu qanday holatda? Mana bunday bo'ladi. Bittasi mana qarab turadi. 9 bu yoqqa, 5 bu yoqqa. Ularni ayirib topganingizda shunda necha chiqadi? 4 chiqadi. Endi R maksimal. R maksimal bu qanday bo'ladi? Bu o'sha 9 bilan 5 ni nimasi bo'ladi? Yig'indisi bo'ladi. U qanday? 5 mana bu yoqqa, 9 ham bu yoqqa. Shunda qo'shib yuboriladi va bu 14 chiqadi. Tushundilarmi? Ya'ni mana shu holatda, kechir, shunday holat bo'ladi. Endi shularni nisbatini top deganda bizda, ya'ni R minni R maxga bo'lib ko'r deyapti. R minimiz necha chiqdi? 4. R maximiz 14 chiqyapti. Yana 2 ga qisqartsak 2 taqsim 7. B javobimizda tayyor turibdi. Xo'p, yaxshi. Xo'p, 13-savolimiz. Qiymatlari 6 va 8 newton bo'lgan vektorlar orasida 0 gradusdan katta burchak, 90 gradusdan kichik oraliqdagi burchak mavjud. Ularning natijavisi qaysi oraliqda joylashadi? Ustozlar, 0 gradus bo'lganida kuchlar mana bunday tushib qoladi. Bunda bular maksimal ushashi mumkin bo'ladi. Bunda 14 newton. Ya'ni Rning max qiymati 14 ga boriladi ekan. Endi bu aynan 0 bo'lganida, lekin max qiymati 14 bo'lishi mumkin. Ya'ni 6 ya 8 newton. Keyingi holatda esa u mana bunday holatda bo'lishi kerak. Ya'ni orasi 90 dan 6 va 8. Bunda bularni eri 10 chiqadi. Pifagor qilinadi.
Ya'ni javoblarimiz 10 dan katta, lekin 14 dan kichkina bo'ladi. Tushundilar? Chunki agar 0 gradusga yaqin burchaklarda 14 ga yaqinlashadi. Bitta yo'nalishga tushgandek bo'ladi. Agar 90 gradusga yaqin burchaklarda bo'lsa, 10 ga yaqinlashadi. Natijaviy metoddan chiqib turib. Tushunyapsiz a? O'shanda 10 bo'lishi mumkin. Bundan oshiq holatda o'tmaydi. Demak, javobimiz mana shu holatni qabul qilish kerak. Ya'ni 10 dan kattari, lekin 14 dan kichkina. Y javobga to'g'ri keladi. Xo'p. 14-savolimiz teng qiymatli vektorlar rasmda natijaviysi birinchi rasmda R1, ikkinchi rasmda R2, uchinchi rasmda esa R3. Chizmada berilgan ma'lumotlarga ko'ra shu natijaviy vektorlar orasidagi munosabatni o'rgan deyapti. Ustozlar, natijaviy vektorni topish uchun qanday ishni amalga oshiramiz? Har qanday holatda. Xo'p, f1 ni f ni kvadrati plus f ni kvadrati plus 2 f ko'ra f kosinus fi yoki alfa. Bunda xulosa ustozlar. Kosinus kamayuvchi funksiya hisoblanadi. Ya'ni burchagi kattalashsa, o'zining qiymati kamayadi. Agar burchak qancha katta bo'lsa, mana bu yerda alfa masalan eng katta burchak qancha katta bo'lsa, shuni o'zini natijasi eng kichkina. Ya'ni qiymat kichirayib boraveradi. Kosinus kamayuvchi funksiya. Burchagi kattalashsa, natijasi kichirayadi. Shuni hisobidan hamma narsa bular hech qaysi o'zgarmaydi. Faqatgina kosinus o'zgaradi. Tushundilar? Ya'ni r ildiz ostida proporsional, xullas shunaqa bo'ladi, yozish shart emas. R qanchalar kichik bo'lsa, r ning natijavisi shunchalar katta bo'ladi. Ya'ni kimda eng kichkina burchak? Mana bu birinchida. R1 eng kattasi, undan keyin R2, undan keyin R3. Chunki bu 90 dan kichkina, bu 90 ga teng, bu 90 dan katta. Burchak kattalashgani hisobiga natijaviy kichikchirayib boraveradi. Demak, javobimiz mana shunday bo'lishi kerak. R1, R2, R3. A javobda tayyor turibdi. Xo'p, 15-savolga ham yetib keldik. Qiymatlari 4, 7 va 10 newton bo'lgan vektorlarning natijavisi eng kichik va eng katta qiymatlarini aniqlang. Eng katta bo'lganda hammasi qo'shiladi. Nechi bo'ladi? R maksimal paydo bo'ladi unda. Unda qo'shsalang 7, 11, 21 chiqadi ekan. Tushundilar-a? Endi ayirsalang-chi. Ya'ni qanday? Eng kichkinasini topib ber desa, masalan, manaqa 10 ni qo'yasiz, bu yoqqa 7 ni qo'yasiz, bu yoqqa yana kimni qo'yasiz? 4 ni ham qo'yasiz. Shunda bir-birini yeydi-da 1 chiqadi. Demak, hozir R minimali eng kichkina holatda 1 chiqyapti. Domla nimaga unaqa qilyapsiz? -1 ro deyishlar mumkin. Yo'q, 1 to'g'ri, -1. Yo'nalishi bo'lganda -1 da. Hozir bizga qiymat xolos. Shunchaki qiymatlar haqida gap so'rayapti. Demak, hozirgi paytda minimali 1. Javobimiz mana A javobi to'g'ri keladi. Tushundik-a? Yoki boshqa yo'li bormikan? Hozir shuni to'xtaylab ko'rib chiqaychi. Kechirasizlar ustozlar. Minimalni aniqlashda ozgina xatolikka yo'l qo'yibmiz. Bitta yanada kichraytirishda yo'li bor ekan. Uni men hozir tushunib qoldim, o'ylab. Mana bunday bo'ladi, qaranglar. Xo'p, mana bunday bu tomonga 10 ni qo'yaverasiz, mayli, hech qisi yo'q. Mana bu tomonga ustozlar 4 newtonni qo'yasiz, qandaydir burchak ostida. Masalan 4 newton. Mana bu tomonga esa 7 newton qo'yasiz, qandaydir burchak ostida. Ularning natijavisi 10 bo'lib chiqishi mumkin, orasida burchak bo'lsa. Chunki 7 bilan 4 newtonni maksimal 11 olsa bo'ladi ulardan. Demak, ulardan 10 ham olsa bo'ladi-da. To'g'rimi? Shunda mana shu 4 va 7 newton natijaviy bo'lib bu yoqqa chiqsa, mana bu 10 bilan mana bu 0 bir-birini yeb turib, haqiqatda bu narsa, bu tizim to'liq 0 da egallashi mumkin ekan. Demak, javobimiz D javob. Men bir deb oddiy bitta xususiy holatga qarab qo'yibman. Demak, javobimiz D ga to'g'ri keladi. Xo'p, 16-mashqda aytayaptiki, quyidagi 3 holatda vektorlar natijaviy qiymatlari o'zaro teng. F natijaviylar yoki R natijaviylar bir-biriga teng. F natijaviylar hammasi teng. Const.
Hop, KLM orasidagi munosabat qanday shu vektorlarning uzunligi bo'yicha? Ustozlar, mana bu 3-chi holatga qarasanglar, burchagi kichkina 90 dan, ya'ni kichik 90 dan. Bu bir-biriga qo'shilish alomati yuqorida, kosinus katta. Shunda ko'rsalar, mana bunda 1 bilan 3 ni taqqoslaymanda, hozir men 1 bilan 3 ni taqqoslamoqchi bo'lyapman. Hop, 1 da ham k bor, 3 da ham k bor. Lekin 1 da L va M va xulosa L bilan M ni taqqoslaydigan bo'lsak, L ga nisbatan kichik bo'ladi M. Aniq kichkina bo'ladi. Shuni tushunishlar kerak. Eng kichkinasi M. Eng kichkinasi demak, endi L ga nisbatan kichik. Chunki oradagi burchak katta, kosinuslar teoremasi ishlaganda bu teng chiqyapti bir-biriga natijaviz. Shuni fikrlash kerak. Endi masala usulida ham yetsa bo'ladi, lekin men shuni fikrlaganim ma'qulroq bu savolda. Endi bu bitta xulosa chiqyapti. Xo'p, keyingi xulosalarimizda k mana bu 1 bilan 2 ni taqqoslayman. 1 bilan 2 ni taqqoslayotganimda, xo'p, L bor, M bor, ko'ryapsizlar. Xo'p, k'imiz k'imiz L dan biroz kattaroq chiqishi kerakmi? Yo'q. Hozir aniqroq yechim qilib beraman. Ha, ustozlar, buni masala usulida isbotlab bera qolaman ekan. Yaxshisi shu ekan. Demak, qaranglar, 1 bilan 2 ni tenglayman. 1 teng 2 ga deb olsam, 1 ni formulasi qanaqa bo'ladi? Hop, f natijaviylar teng bo'lganligi uchun f1 natijaviy teng f2 ga teng bo'lsa, u kvadratlari ham tengda. f1 natijaviyni qanday yozsa bo'ladi? K kvadrat plus L kvadrat plus 2k L kosinus alfa barobar. Endi ikkinchi holatdagi natijaviy 90 gradusda bu taxminan. Shuning uchun k yo'q, kechirasizlar, k emas, L ning kvadrati plus M ning kvadrati. Shunday qilib qabul qilyapman. U Pifagor qilib ishlayapman-da ikkinchisini. Xo'p, L kvadrat bilan L kvadrat qisqaradi va bizda qoladi k kvadrat plus 2ta KL kosinus alfa teng M kvadrat. Ustozlar, bu yerda alfa nima? Alfa 90 dan kattami? 90 dan katta bo'lsa, kosinus alfa kichik bo'ladi 1 dan. 90 gradusdan katta burchaklarda. Demak, ustozlar, mana bu joy minusga aylanadi. Ya'ni oradagi ishora minus. Bu degani k ni kvadratidan qanchadir narsani olib tashlasangiz, keyin M ni kvadrati kelib chiqadi. Bunda k ni kvadrati kattagina M ning kvadratidan. Chunki k ni kvadratidan ayirib tashladingiz buncha narsani, keyin M ning kvadrati kelib chiqyapti. Tushundilarmi? Xuddi shu ishni ikkinchi va uchinchi uchun ham qo'llayman boshqatdan. Qaranglar, buni qo'llashimni mana bu yerda qilaman. Ya'ni f2 kvadratni f3 kvadratga tenglab yuboraman. f2 kvadrat qanday bo'ladi? K kvadrat, kechirasizlar, f2 L kvadrat plus M kvadrat teng. Xo'p, M kvadrat plus K kvadrat keyin o'rta plus 2ta M K kosinus mana tetta burchak. Xo'p, M kvadratlar qisqarsin. Mana qaranglar, L kvadrat hop pil teng K kvadrat plus 2ta M K kosinus tetta. Qaranglar ustozlar. Tetta burchak kichkina 90 dan. To'g'rimi? Mana. Bu degani kosinus tettamiz katta chiqadi 1 dan. Bu plus ekan, haqiqatda plusigacha qolar ekan bu narsa. Demak, xulosa L kvadrat degani K kvadratdan kattaroq bununchaga. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni musbat son. Mana buni qo'shsangiz, buni K kvadratga shuni qo'shsangiz, plus narsani. Keyin L kvadrat. Eng xulosasi L kvadrat katta K kvadratdan. Javob shundaqa. D javobda turibdi. Eng murakkabi shu mana shu mavzuni. Menimcha. Xo'p, rasmdagi vektorlarning natijaviy qiymati qanchaga teng? Albatta, proyeksion ochiladi. Proyeksion ochiladi. Ketdik ustozlar. Mana bunisi 10 kosinus 37 yopishgan katet sifatida qaralganda, bu necha chiqadi? 10 ko'paytirilgan kosinus 37 gradusda 0,8 bo'ladi.
va bu 8 ga teng. Demak, mana bu tomonga 8 newton bo'ldi. Yuqoriga mana bunisi 10 sinus 37 bo'ladi. Va bu 10 kara 0,6 bo'ladi. Bu 6 ni. Demak, yuqoriga 6. Xo'p, keyingisi mana bu 10 kosin bu yer 10 kosinus 53 bo'ladi. 10 kosinus 53. Kosinus 53 dan 0,6 olsa o 6 ga teng bo'ladi. Demak, bu yoqqa qarab 6 va buni 8 da avtomatik, chunki 10 bo'lishi kerak. Pifagor. Pastga qarab 8. Natijaviyni aniqlash uchun bu yoqqa qarab 2, pastga qarab ham 2. Demak, f natijaviy ildizosida 2 ni kvadrati plus yana 2 ni kvadrati va bu 8 2 ildizosida 2. Y javobimizda turibdi. Keyingi savolga yetib keldik. 18-masala ham xuddi shu tarzda yechim qilinadi. Vektorlarning natijaviysi qanchaga teng deyapti. Yuqoriga qaragan proyeksiya, bu tomonga qaragan proyeksiya, o'ngga va chap pastga qaragan proyeksiyalar mavjud. Shu proyeksiyalarni bilish kerak. Ya'ni A ning x proyeksiyasi, A vektorining x proyeksiyasi mana bu AX bo'ladi. Bu AY bo'ladi. Bu BX bo'ladi. Bu BY bo'ladi. Tushundilarmi? Demak, AX qanday topiladi? AX degani A kosinus burchak 53. Teng. A ga 30 ildizosida 2 ni qo'yamiz. Ko'paytirilgan kosinus 53 gradusda 0,6. Demak, bu A vektorimiz necha bo'lar ekan? Demak, buni hisoblasak, bu ketsa 18 ildizosida 2. Tushundik-a? Endi AY vektorimizni hisoblaymiz. A sinus 53 bo'ladi. Teng. A ning o'rniga yana 30 ildizosida 2. Sinus 53 da 0,8. Bu 24 ildizosida 2 ni ushlaydi. Endi BX. B 61 gradus beryapti ustozlar. Hozir to'xtanglarchi. Xo'p, ustozlar, bu usul hisoblab ko'rdim. Bu usulda hisoblash noto'g'ri ekan. Bu usulda hisoblamaymiz. Yangi usulni o'ylab topamiz. Hozirlarga men o'shani ko'rsataman va e'tiborli bo'lasizlar. Chunki men bunaqa savolga birinchi marta kelib turishim. Xo'p, e'tibor berasizlar. Nima bo'lyapti? Mana bu 30 ildizosida 2 ni bekarga bermayapti ekanda. Buni men ikkita proyeksiyaga ajrataman. Aynan shu kuchni. Va ikkita proyeksiyaga ajratganda ham ikkalasi ham 30 dan bo'lgan. Ikkita proyeksiyaga o'zaro 90 gradusda turgan ikkita kuchga almashtiraman. Ya'ni qarang. Mana bunday qilib bittasi ketadi. 30. Xo'p, mana bu joyi 45 gradus bo'ladi. Yana bittasi ketadi mana bunday bo'lib. Xo'p, endi bu yer ham 45. Tushunyapsizlarmi? Bu yer ham 45 gradus bo'ladi. Shunda uni o'rtasidan necha chiqadi? Bu ham 30 deylik. Tushundik-a? Shunda 45 bo'lib turib, ularni o'rtasidan mana bu 30 ildizosida 2 degan natijaviy kuch chiqib beradi. Bo'ldi. Mana bu joy 8 gradus bo'ladi. 8 yo'q. Kerak emas. Demak, pasti 8 gradus. Mana bu yer 8 gradus bo'ladi. Chunki 53 bo'lish kerak. Chunki chizmada avval 53 edi. Xo'p, mana bu joy 29 hisoblanadi. 61 to'ldirish kerak. Endi qaranglar ustozlar. Mana bu narsa paydo bo'lyapti bizda. Bu yer necha? 90 mi? Jami 127 dan qo'shish kerak-da. Ya'ni jami mana bu. Mana shu joyning ichini alfa desak, alfa barobar 8 plus 90 plus 29 teng. Xo'p, bu 127 gradus degani. Tushundilarmi? Xo'p, endi mana shu 30 newton kuch bilan mana bu 50 newton kuchini natijaviysini topib ko'raman. Ikkovi uchun. Demak, natijaviy topadigan bo'lsam, xo'p, ildizosida 30 ni kvadrati plus 50 ni kvadrati, mana bu kuchni 50 ni kvadrati o'rta plus 2 ta 30 kara 50 ko'paytiruv. Kosinus alfa deyman. Kosinus alfaga 127 olaman. Uni qanaqa olaman? Yozishimni qarang. Kosinus pi taqsim 2 plus alfa. Ya'ni plus 37. Pi taqsim 2 miz 90 ni ushlaydi. 37 miz 127 ni qilib beradi keyin. Endi buni hisoblashda ildizosida 900 plus 2500
plus hop buni ko'paytirishda 2 ko'paytirilgan kosinus 50 yoki 50 deng 30 da ko'paytirilgan 50 ko'paytirilgan kosinus almashadi nomini bitta yarim burchaklarda va sinusga aylanadi, lekin minus bo'lib qoladi. Minus sinus 37 dan 0,6 ni ushlaydi. Mana shuni hisoblash kerak. Teng. Xo'p, mana bu 0 bilan mana bu 0 qisqarib nima hosil bo'ladi? Bizda teng ildizosida 900 plus 2500 plus 2 ko'paytirilgan 30 ko'paytirilgan 5 o'rta minus bo'lib qoladi. Chunki mana buning minusi ta'sir qiladi bu yerga. Shundiga ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 6 qoldi. Va ustozlar mana bu natijani hisoblasangiz bu 900 ni beradi. Shuning uchun mana shu 900 bilan bu 900 yo'q. Kechirasizlar. 900 ni bermaydi ekan. Buni hisoblab ko'ramiz. Ya'ni 2 ko'paytirilgan 30 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 6 hisoblaylikchi 60 bo'ladi. Bu-chi 30 bo'ladi. Ko'paytirsak 1800 kechirasizlar. Bu 1800 ekan. Hisoblash qolyapti. Teng ilzosida 900 plus 2500 minus 1800. Ularning ichida natijaviy, shulardan natijaviy topsalang, hop 3400 bo'ladi, 1800 dan ayirsalang, ilzosida 1600 qoladi va undan natijaviy 40 chiqib beradi. Tushundingiz-a? Aynan o'sha 40 ustozlar mana shu joydan mana bundayga chiqadi-da. 40 newton bo'lib va sizda mana bu 30 newton bilan 40 newtonni qarama-qarshi holati yuzaga keladi. Siz shu 40 va 30 newtonni ayiradigan bo'lsangiz, ularning natijavisi 10 newtonga aylanib beradi, ustozlar. Shunday hisoblashga majbur bo'ldim. Yaxshi, e'tiborlaringiz uchun rahmat.